Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Iqtisod risolasining 5-nuqtasiga kelgan edik. Davom ettiramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Assalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. 5-nuqta. Cenab-ı Hak kemali kereminden en fakir adama, en zengin adam gibi ve gedaya yani fakire, padişah gibi lezzeti, nimetini ihsas ettiriyor. Cenab-ı Hak yani Allah Teala kereminin kengligidan en fakir bo'lgan odamga, en boy odamchalik va en gadayga padişahchalik ne'matining lazzatini sezdiradi. Yani Allohning kereminin kengligi shunchalikki, yani shu narsadan ko'rga bo'ladi. En fakir odamning olgan lazzati bilan en boy odamning olgan lazzati birday bo'ladi. Ve en gada insonning padişahchilik lazzat alabilişi, şunu sezişi Allah'ın kereminin kengligidan. Evet, bir fakirin kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet. Bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en âlâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Bir fakirning suvi qochgan qatqan qora nondan o'zining ochligi va iqtisodi tufayli olgan lazzati bir fakirning o'zining ochligi tufayli va iqtisodga doimo rioya qilganligi tufayli bir parcha suvi qochgan qatqan nonni yegandan olgan lazzati podshohning va bir boyning isrofgarchiligi tufayli zerkish va ishtahsizlik yegan, yani zerikib yegisi kelmasdan, yani yoki ishtahasizlik bilan yegan en oliy baklavadan ham olgan lazzati ziyodaroqdir. Kimniki? Fakirlik. Yani fakir oddiy bir nonni yesa, balkim shu oddiy qora nonni yegandan olgan lazzati kimniki ba'zan podshohlarning en oliy, en shirin baklavalardan olgan lazzatidan ortiq bo'ladi. Nega? Chunki fakir ochligi tufayli, iqtisodi tufayli ana shu bir parcha nondagi lazzatni yaxshi sezadi. Yaxshi his qiladi. Ishtahsizlik, yegisi kelmasdan zerikish, ilojsizlikdan yegan ovqatning eng ovqat bo'lishi, eng oliy shirin ovqat bo'lishiga qaramasdan boylar shu lazzatini olamaydi. Joyi hayratdirki, yani insonlarning hayratga sazovorki, yani hayratni o'ziga jalb etadigan bir holatki, bazı musrif ve mübezzir insanlar böyle iktisatçıları hisset ile itham ediyorlar. Yani hayratga sazovor bir holat ki, bazı israfgarchi ve mübezzir inson. Mübezzir degani u ham israfning bir turi, lekin bekorga to'kib sochish degan ma'no bildiradi. Yani hojat bo'lmasa ham isrof qilish, yani to'kib sochib ana shunday sarf etish. Ana shunday qiladigan insonlar mana shunday iqtisodchilarni, iqtisod bilan tejamkorlik bilan kun ko'radigan insonlarni hisset ile itham ediyorlar. Yani hasis deb aytadi. Ruschada jadniy. Hasislik bilan aybliydi. Sizlar juda hasissizlar. Pullaringni ayisizlar deb aytadi. Halbuki ne insonlar bor, ne kambag'allar bor, iqtisodga o'rgangan, tejamkorlikka o'rgangan va pulini, sarmoyasini bekorga sarf etavermaydi. Bunaqa iqtisod dasturiga amal qilib yashagan fakirlarni ko'rgan isrofgarchilar, to'kin sochim qilib o'rganib qolgan insonlar anaqa hasislik bilan ayblaydi. Hasha, yo'q, aslida hech unaqa emas deyapti. Hasha degani aslo unaqa emas. Va o'zimizda ham hayotda uchraydi ba'zan. Ko'rasan bir insonning, masalan, boyzodagan inson, masalan, odatda yig'in yoki bir to'y qiladigan bo'lsa, to'kib sochib, ana to'ylar qiladi masalan. Isrof bilan to'y qiladi masalan, yoki dasturxon yozadi isrof bilan. Buni hammasi yeyilmaydi balkim. Shu insonlar ko'rinishda zohirda juda bir mard, juda bir sahiy bo'lib ko'rinadi. Lekin tubida isrofgarchi shu insonlar. Bir kambag'al dasturxonini tejamkorlik bilan yasasa, uni hasislik bilan ayblash mumkin isrofgarchi insonlar. Hasha, asla unday emas. Yani tejamkorlik bilan kun ko'radiganlar asla hasis emas deyapti. İktisat izzet ve cömertliktir.
aslida iqtisod degan narsa, ya'ni tejamkorlik izzatga sababdir. İzzetning asli o'zidir, ya'ni. Va jo'mardlikdir va mardlikdir, sahiylikdir. Demak, tejamkorlik, iqtisod bu izzatdir va jo'mardlikdir. Mardlikdir, sahiylikdir. Hisset ve zillet ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Endi hasislik esa ve zillet, xorlik esa bu aslida kimning sifatlari bu? Isrofgarchi bo'lgan va to'kin sochin qiladigan, ko'rinishda mard bo'lib ko'rinadigan, sahiy bo'lib ko'rinadigan insonlarning holatining iç yüzüdür. Demek ki ko'rinishda sahiy bo'lib ko'ringan isrofgarchi insonlarning ichi hasislik ve zillet bilan to'la. Bu iç yüzüdür. Ularning ichi asli hasisdir ve zalildir. Ko'rinishda go'yoki sahiy bo'lib ko'rinadi. Bu hakikati teyit eden, mana shu haqiqatni, mana shu yerda aytilgan haqiqatni tasdiqlaydigan. Bu risalenin telifi senesinde, mana shu risalenin yazılgan yili Isparta'da hücremde cereyan eden bir vaka var dedi. Isparta degan shaharida, xonadonimda bo'lib o'tgan bir voqea var. Şöyle ki, kaideme ve düsturu hayatıma muhalif bir surette bir talebem 2,5 okkaya yakın bir balı bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Demek ki benim kaidem ve hayati dasturimga zid olarak, yani mana shu müellifning hayati dasturi bo'lgan va qoidasi bo'lgan bir narsa bu nima? Asla birovdan bir narsa olmaslik. Birovdan bir narsa olmaslik uning hayati dasturi bo'lgan. Olim, mana shu kitobni yozgan olimning hayati dasturi. Endi mana shunga teskari zid olarak bir talabam 2,5 o'qqa, asli bir o'qqa 1 kilo 280 gram bo'ladi. 2,5 o'qqa taxminan 3 kilo bo'ladi. Ansam bo'lishi 3 kilo deb aytaman. 3 kiloga yaqin asalni menga hadiya deb qabul qildirishga harakat qildi, israr qildi. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadı. Qanchalik o'z qoidamni aytsam, men olmayman, kerak emas, men odatim shunaqa, olib o'rganmaganman deb aytsam, ko'nmadi deydi. Bir mecbure yanımdaki 3 kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan'da o baldan iktisat ile 30-40 gün 3 adam yesin ve getiren de sevap kazansın ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek alınız dedim. Endi qo'ymagandan keyin boya shogirdi majbur bo'lib yonimdagi 3 birodarimga yedirish niyati bilan, o'zi yemaydi, birodarlarim yesin deb shu niyat bilan Şaban oyida va Ramazonda ana shu 3 kilo asaldan iqtisod bilan ozgina yedirish niyatida olgan va ana shu 30-40 kun 3 odam yesin ve olib kelgan odam ham savob qozansın, savobga ega bo'lsin va mana shu xonadondagi 3 odam shirinliksiz qolmasin deb mayli olinglar deb aytdim deydi. Oliniz dedim deydi. Demak, mayli olinglar degan. Demak, 3 odamga oldirtgan, o'zi olmagan. Bir okka bal da benim var deydi. Endi o'zimniki deydi, o'zimning bir okka asalim var deyapti. Bir kilodan sal oshiq. O 3 arkadaşım, ana şu 3 birodarim, xonadonimdagi 3 birodarim, gerçi mustakim ve iktisoda takdir edenlerdendi. Gerçi ular istiqomatli, ya'ni hamma narsa o'rta holli bo'lgan va iqtisodni qadrlaydigan, iqtisodga rioya qiladiganlardan edi. Fakat lekin her ne ise birbirini ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsini tercih etmek olan bir cihette ulvi bir haslet ile iktisadı unuttular. Lekin ular deydi, ne kadar iqtisodchi bo'lsa ham, tejamkor bo'lsa ham deydi, birin-biriga ikrom qilish, boshqa birovga ravo ko'rish va birin-birini nafsini erkalatish, oling deyish bilan, sen ye deyish bilan birodarini o'zining nafsidan ortiq ko'rish
bo'lgan oliy bir xislat bilan iqtisod va tejamkorlikni unutib qo'ydilar deydi. Yani siz oling deb o'tirib isrofga o'tib ketganini bilmay qoldi. Ya'ni iqtisodni unutdi deydi. 3 gecede 2,5 okka balı bitirdiler. 3 tunda, yani 3 tunda 2,5 okka, yani 3 kilo asalni bitirdiler. Tamam qildi deydi. Halbuki ayapgan paytda 3-4 ay yesa deb aldırgan edi. Bular 3 kunda 3 kiloga yaqin asalni bitirdiler. Ben gülerek dedim, men kulib ularga aytdim. Sizi 30-40 gün o bal ile tatlandıracaktım. Men sizlarni ana şu 30-40 kun ana şu asal bilan yani shirinliksiz qoldirmoqchi emas edim dedi. Yani shirinlikli bo'lardi. Dasturxonda shirinligi bo'lsin deb 30-40 kun dasturxonlarni shirinlik bilan bezataman deb o'ylagan edim debdi. Siz 30 günü 3'e indirdiniz. Sizler 30 gününü 3'e düşürdüleriniz. Afiyet olsun dedim. Mayli aşk olsun dedim. Fakat ben kendi o bir okka balımı iktisat ile sarf ettim. Lekin men ana şu özümün bir okka asalımni, yani bir kilodan aşık olan asalımni tejamkorlik bilan sarf ettim, işlettim yani. Tejamkorlikdan qo'llandim, işlettim. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim. Demek ki to'liq Şaban ayı ve Ramazan 60 gün hem men yedim deyapti, hem lillahil hamd, hem Allah'a şükür olsun ki o kardeşlerimin her birisine, ana şu bradarlarına her biriga iftar vaktinde, iftar paytida, ağız açadigan paytda birer kaşık verip, her qaysi bir kaşıktan berardim deyapti. O'zining asalini aytibdi bu muallif. Haşiye o'sha kaşıkni aytibdi. Yani büyükçe bir çay kaşığı iledir. Yani anchagina katta bo'lgan çay kaşığı. Desertni ложка. Hem demek 3 birodari ham o'zi yeyapti. Demek 4 adam her qaysi bir kaşıkdan yedi yaptı. Muhim savab medar oldu ve ana şu tariqa juda katta savobga sabab bo'ldi deb. Chunki Şaban oyida qilingan ihsonlar, sadaqalar hissalab ko'p beriladi. Ramazonda undan ham ko'proq qilib beriladi. Masalan, juma kunlariga to'g'ri kelsa, uning savobi yanada oshadi masalan. Ana shu Şaban oyi va Ramazon oyida savoblar hissa ko'p beriladigan oylarga to'g'ri kelgan. Ana shu asal voqeasi. Muallif o'zining bir kallasini 4 odamga ulashgan. Benim halimi görenler, mening mana shu halimni ko'rganlar, o vaziyetimi belki hisset telak etmişler. Mening shu holatni ko'rgan odamlar balkim ana shu vaziyatimni xasislik deb o'ylagan bo'lishi mumkin deyapti. Masalan, chunki har bir odamga bir qoshiqni beradi, bo'ldi, yetadi deb, masalan, shunda qilgan ishimni, harakatimni birovlar ko'rsa, xasis deb o'ylashi mumkin deyapti. Xasislik deb qabul qiladi deyapti. Yani ayayapti, bir qoshiqni ortiq bermayapti, ayayapti, demek ki u xasis deb o'ylashi mumkin deyapti. Öteki kardeşlerim 3 gecelik vaziyetlerini, endi bayağı 3 birodarimning 3 tundagi vaziyetlerini bir civanmertlik telakki edebilirler. Bir mertlik, sahavat deb qabul qilish mumkin birovlar deydi. Fakat hakikat noktasında, lekin hakikat nuqtai nazardan o zahiri hisset altında, ana şu ko'rinishda zahiri xasislikning ostida, yani tejamkorlikning ostida, xasislikning ostida ulviy bir izzet, juda oliy bir izzet var. Mana shu muallif o'zining iqtisod bilan tejamkorlik bilan yashaganligi uchun birovning asaliga muhtoj bo'lgan yo'q. Shuning uchun amadi, o'zining asali var, o'zining asaliga yetadiganiga ko'z yetgan. Demek men izzetimni saqladi deyapti. Yani obro'yimni, yuzimni to'ktirmadi deyapti. Yuzimni yerga qaratmadi deyapti. Mening iqtisodim. Yani ozgina yeyapman, lekin doimiy yeyapman. Birovga muhtoj emasman deyapti. Oliy bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Demek ana şu ko'rinishdagi ozgina ishlatishda, zahiri hissatning ostida, ko'rinishda xasislik var. Lekin aslida oliy bir izzat, büyük bir bereket ve yüksek bir savobning yashiringanligini ko'rdik. Ve o civanmertlik ve israf altında, ana şu mertlikning ve israfgarchilikning ostida esa, eğer vazgeçilmezse, eğer o narsa terk etilmezse deyapti, odatlanib qolsa edi, shunga odat qilinsa edi deyapti. Bir dilencilik ve gayrin elinde tamakarane ve muntazirane bakmak gibi hissetten
çok aşağı bir haleti natija verir edi. Agar shu mardlik va isrofgarchilikni ostida shunday bir narsa yashaganki, javomard bilan isrofgar ostida shunday bir narsa yashaganki, agar u narsadan voz kechilmasa, tark etilmasa, natijada tilanchilik va boshqa birovning qo'liga tamahkarlik bilan qarash va birovdan bir narsa umid qilib kutib qolish kabi xasislikdan ham yomonroq bo'lgan juda past holatlarni natija beralik dedi. Natija qilib keltirib chiqarar edi. Demak, agar bir inson tejamkorlikni tark etsa, isrofgarchilikka yo'l qo'ysa, ko'rinishda o'zini bir mard qilib ko'rsatib yoki mardday ko'rinib, to'kin sochinga odatlansa, uning boradigan joyi ya tilanchilikdir. Bu yerda tilanchilik degani eshik oldiga chiqib bir narsa qo'l yayib, bir narsa qo'l ochib birovdan so'rash emas, balkim bu yerdagi qalban birovdan bir narsa umidlanib turish. Birovdan tekin narsa olsam, birov menga bir narsa bersa deb, ana shu bu yerdagi tilanchilik ko'proq qalbiy va aqliy. Aqlan, qalban inson tilanchi bo'ladi. Birovdan bir narsa kutib turadi. Yani tekin bir narsa olgisi kelib turadi. Masala shu. Bo'lmasam eshik oldiga chiqib, qo'lni ochib tilanchilik qilish emas. Balkim shu darajaga ham borishi mumkin. Yani haqiqiy tilanchilik darajasiga ham borishi mumkin agar inson isrofgarchilik qilsa. Demak, tilanchilikka birovning qo'liga tamahkarlik bilan qarash va birovdan bir narsa umid qilib, birovga umidvor bo'lib, bir narsa kutib qarab qolish kabi xasislikdan ham pastroq bo'lgan, juda tuban bo'lgan natijalarni keltirib chiqarar edi deydi. 5-nuqta mana shunda bitta. Kelasi videoda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.